Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 570 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo bepul. Kerakli ma'lumotlarni ushbu raqamlardan olishingiz mumkin. Rasul Kusherbayev deputatlikdan ketdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev deputatlik faoliyatini o'z xohishi bilan yakunladi. Bu haqda u o'zining Telegram sahifasida ma'lum qilgan. Kusherbayev bu alfozda faoliyatini davom ettira olmasligini bildirgan. Deputatlik faoliyatimni yakunlashga qaror qildim. Bunday ishlay olmas ekanman. Bunga majbur bo'lganimdan afsusdaman. Ishonch bildirgan, qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat, rozi bo'linglar. Nasib qilsa qolganini vaqt ko'rsatadi. Alloh madadkor bo'lsin, degan Kusherbayev. Shuningdek, u Twitter'dagi sahifasida Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Ulug'bek Inoyatov unga byudjet loyihasi muhokamalarida ochiqchasiga so'z bermaganini ma'lum qilgan. Bu safargi byudjet muhokamalarida ishtirok etmadim. Katta hajmdagi loyihani o'qishga ham yetarli vaqt berilmadi. Birinchi o'qishda yalpi majlisda so'z so'rasam, zam spiker Ulug'bek Inoyatov ochiqchasiga so'z bermadi. So'ng majlisdan chiqib ketdim va kirmadim. Deputatlarning og'zini yopadigan zamlarning bordan yo'g'i yaxshi, deydi Kusherbayev. Qalampir o'z Kusherbayevdan izoh oldi. Parlamentga bunday munosabat bo'layotganidan qattiq xafaman. Prezidentimiz parlament bu demokratiya maktabi degan. Odamlar bu yerda demokratiya nimaligini o'rganishi kerak. Yoshlar kelib bahs munozaralarni ko'rsin degan. Bu yerda xalqning manfaati yo'lida xizmat qiladigan qonunlar qabul qilinishi kerak bo'lgan joy degan. Shuncha gaplardan keyin ham boshqa idoralarning, ayrim amaldor rahbarlarning deputatlarga, parlamentga munosabati bu yo'sinda saqlanib qolayotganidan juda ham afsusdaman. Qattiq xafaman, deydi deputat. Shuningdek, u amaldorlarning munosabati amalda o'zgarmayotganidan tashvishlanayotganini qayta tilga olgan. Bunaqa joyda ishlash qiyin to'g'risi. O'zi zo'rg'a yuribmiz. Ko'p ishlarimizning foydasi bo'lmayapti. Shuning uchun yaqin kunlarda ishdan ketmoqchiman. Bunga qaror qabul qildim. Boshqa yo'li qolmadi. O'zgarishlar bo'lishini xohlayapmiz. Lekin ko'p joylarda ikkiyuzlamachilik bo'lib yotibdi, deya ta'kidladi Rasul Kusherbayev. Deputat o'z fikrini yakunlar ekan, bu vaziyatda o'zining ham aybi borligini bildirdi. Asosiy aybdor o'zimiz. Ayb o'zimizda. O'zimda eng ko'p kamchiliklar bor. Shu sharoitga moslasha olmadim. Bunaqa ishlar bo'layotganini yonida turib kuzatish va chidash qiyin. Haqiqiy azob. Buni keyin tushunib yetarsizlar, deya o'z afsuslarini bildirdi Kusherbayev.